Seni hech kim qutqara olmaydi. Lyuboyni yirtaman, chaqir Lyuboyni. Iltimos, men nega kerakman senga? Iltimos, meni qo'yib yubor, iltimos. Yo'q. Sen menga keraksan, chunki sizlarning qishloq menga kerak. Так. Ой, ё-моё. Так, телефон. Ё-моё. Так. Hop, qanida? Buni bosamiz. Так, bu telefonni olsam ekan, Nargisni. Mayli. Nargisni boshqa narsalarda olamiz. Okey, mana men. Okey. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir. Tak, ancha vaqtdan beri ko'rinmay ketdim, to'g'ri, vaqt bo'lmadi bunga. Sabablar bor. Tak, ya'ni serial olyapman. Olib bo'ldim. 1 soatlik shuning uchun qismlarga bo'lib chiqaryapman do'stlar uni. Qismlarni polni tugatgandan keyin tak, misol uchun 6 qism bo'lsa, 6 qismni ham YouTube'ga chiqarib yuborsam, polni qismlab emas, barchasini hamma qismlarini yig'ib video olib chiqaraman do'stlar. Ya'ni shu videodagi barcha qismlarni yig'ib. Короче, tushundinglar do'stlar. Так, bugun meni oylik beradigan kuni ровно 64 ta sabzi va kartoshka borishim kerak, shuning uchun do'stlar harakatdaman. Shuning uchun ertalab shoshilayotgandim. Mana bo'ldi. Kartoshka muammosi hal bo'ldi. Sabzini keyingi hafta ekib yuboramiz bu yerga. Chunki hozir oylikdan qolib qolishi mumkin. Chunki ittagam sabzi oz. Mana ko'ryapsizlar qancha borligini. Yarim stagan emas. Shuning uchun hozir bor e'tiborni sabziga qaratamiz. Mana do'stlar, 1 stagu 5 ta sabzi bo'ldi. Tak, okey bro. Nariyoqda ham sabzi bor edi. Tak, 9 ta kerak. Do'stlar, ichim yomon og'riyapti. Zo'rg'a o'tiribman. Voy, ana bo'ldi. Boyagi 20 tadan keyin ровно 1 stak yig'ilibdi sabzi do'stlar. Endi oylik olaman. Ровно 64, ya'ni 64 ta $100 ya'ni $6400. Ровно hozir Merniyonga boramiz. Nima otib olish kerak? Javohir, qarasan. Yaxshi, hozir emas, keyinroq chet elga gaplashamiz. Voy, bu yerda lava yo'q edi, o'zimga borib tashlab kelishimga to'g'ri keladi. Hop, faqat tezroq. Aytgancha Stiv ko'rinmay qoldi. Chotda mana bu uyda turardi. Ko'rgan bo'lsanglar do'stlar, oldingi videolarimda, ya'ni bilmadim, video YouTube'ga qo'ymadimmi? Короче, mana bu yo'q. Mayli, eshitma. Salom mer, bugun oylik berasizmi? Bugun beraman. Oylik mashinaga ham bo'ldi. Mana ровно oylik beradigan kun, mana bo'ldi. Oppa. Mer oylik oldim. Mayli olaver. Hop, mana tak. Bu yoqqa qo'yamiz. Okey, bo'ldi, rahmat. Ketgan. Kartoshkalarni olsam degan, amalga turaversin. Ayyo, baribir olish kerak.
Do'stlar, o'zlaringizda nima ahvol, nima gap, qalay, yaxshimi, bo'lyaptimi? Voy. Mana bo'ldi. Chirigan kartoshkani ko'rsam qandaydir ko'nglim aynayapti, qusgim kelyapti-da do'stlar. Ichim og'rib turgan paytda yoqmayapti. Hozir Stevniga borib ko'ramiz. Voy. Xo'p, do'stlar, hozir ancha vaqt ketadi. Videoni ko'paytirmay, keyinroq aloqaga chiqib o'raman, do'stlar. Tak, okey, do'stlar, mana men narsalarimni solib bo'ldim. Mayli, hozir telefonni olamiz. Tak, soat. What the mayli. Tak, eshitmay kelmayapti. Hozir Stevni ko'rishga boramiz. Okey. Ding dong deydigan joyda. Uyda hech kim yo'q. Ding dong. Tak, eshik ochiq. Hech nima yo'q. Yo-mayo, nima bo'ldi ekan bu? Tak, hozir onani ochib o'ramiz. Mana bo'ldi, do'stlar, endi uyga yorug'lik kiradi. Tak. Hech nima yo'q, Zaynab ekan. Tak, kashallik qildi. 2020. Bor ekan. What? Do'stingni qutqar. Dedi. Nima bu, do'stlar? Hozir ko'raylik-chi. Yo-mayo. Do'stingni topmoqchi bo'lsang, 2 oylikdan voz kech. Menga ber. Yo-mayo, shunda bu do'stimni o'g'irlab ketganmi? Unda do'stimni qutqaramiz, shpionchalar. Xo'p, davomini o'qiymiz. Yangi qurilayotgan binoning orqasiga kelsini kutaman. Notanish. Xo'p, buni qo'yamiz. Bu dalil uchun kerak bo'ladi. Hozir men uyga borib kelishim kerak. Bilaman negaligini. Chunki bir ikkita narsalar olish kerak. Tak, menda har ehtimolga qarshi qilich bor. Benzapillar. Xo'p. Hech nima yo'q. Tak, tayyorlanib olamiz. Inventarni ochamiz. Tak, okey, ishga hamma narsa bor. Buni ichida bormi? Ayo, ichida yo'q. Buni ham yo'q. Tak. Okey. Deydigan joyga kelibdimi? Hamma nimamni olsam ekan, bo'ldi menimcha. Tak, svetni o'chiramiz. Tak, endi narigi uyga borishim kerak. Ochiq bo'lsa kerak. Kaltani olay. Narigi uyni kaltini olaman. Chunki menga kerak bo'ladi. Chunki hech kim kirmasligi uchun hozir ochiq bo'lishi kerak u eshik. Uy, onasini qo'rqib ketdimi, jitel? Assena buvi bobongni. Yo'rniga yonib. Yo-mayo. Buni men qo'ygandim, lekin hech nima yo'q. Bu yerlarda hech nima yo'q, do'stlar. Mana, chunki bu uyda deyarli yashamayman. Shuning uchun bu yerda hech nima yo'q. Hozir menga kerak bo'ladi. Qaziymiz, hozir. Buni ham qazib kerak. Tak, hozir menga Uzi kerak bo'ladi, ya'ni mini Uzi. SMG magazin. Tak, ikkita set qolsa kerak. Yana nima kerak?
Bo'ldi menimcha. Ishlar yetsa kerak. Tak, okey. Endi bu kirkanni joyiga solib qo'yamiz. Do'stlar, maxfiy joyimni hech kimga aytmaysizlar degan umiddaman. Tak, endi buni tak qilamiz, bu yerga solib qo'yamiz. Buni 3 ta olamiz. Bo'ldi. Endi bularni hozir musorga tashlab yuborish kerak. Mana bo'ldi. Eshikni qulfladim. Endi menimcha hech kim kira olmaydi. Nega bularni oldindan tashlamadim, ha? Tak, okey, bo'ldi. Hozir kech bo'lib qolmasdan borish kerak. Tak, menimcha merga xabar berishni kerak yo'q. Ana. Shu binoning orqasiga borish kerak. Ungacha do'stlar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib turing do'stlar. Kommentariy yozish ham esingizdan chiqib ketmasin. Chunki hozir 97 ta obunachi bor menda do'stlar. 100 taga ozgina qolib turibdi. Agar 100 ta bo'lsak, shu niqob ortidagi yuzimni ko'rsataman. 100 bilan stream qilamiz do'stlar. Birinchi stream bo'ladi. Go! Qana hop. Bu nima bo'ldi? Do'stlar, uyda fekelim qolib ketgan ekan. Tun bo'lishini o'ylamabman. Shuning uchun fekel olib keldim uydan. Hali ham obspani o'chirib qo'yibman. Yo-mayo. Hozir bu tunnelni o'chamiz. Tak. Kimningdir ovozi kelyapti. Tak, kalni yoqib qo'yamiz. Telefonni yoqib qo'yamiz. Mayli, hozir sekin tushamiz. Hozir. Ya, kimsan? Meni o'ldirolmaysan. O'lding-ku, ahmoq. Yo'mayo, bu hol bo'lmadimi? Meni o'ldirolmaysan, qayta tillab beraman. Ana bo'ldi. Qo'y, Steve, do'stim, yaxshimisan? Qana chiqa qol. Ha, men yaxshiman. Men qo'rqib ketgandim, do'stim. Rahmat sen meni qutqarganing uchun. Xo'p, sen ham menga yaxshilik qilgansan-ku. Yur ketdik endi bo'ldi. Xo'p, hozir orqangdan chiqaman. Mana do'stlar, bunday oson kechadi deb o'ylamagandim, lekin 5-6 ta odam bor deb o'ylagandim men, lekin bittagina odam bor ekan. Shunday qiziq horror video chiqishini, yana shunga o'xshash video chiqarishni xohlasanglar, kommentariyaga plus yoki chiqaring deb yozib keting, men chiqaraman. Voy, uzr do'stim. Xo'p. Hozir do'stlar politsiya chaqiramiz. Ungacha hozir 911. Xo'p do'stlar, sizlar ungacha videoga like bosib turing. Men keyinroq aloqaga chiqaman. Alo, politsiyami? Mana rahmat sizlarga ham, barchangizga ham mana do'stimni qutqarishga. Men o'zim ham qutqarib bo'ldim uni. Rahmat. Hammangizga rahmat. Javohir, do'stim, senga rahmat. Sen bo'lmaganda nima qilardim, ha? Arzimadi, do'stlikning orasida bo'lib turadi. To'g'rimi, do'stlar? Kommentariyada do'stingizni belgilab keting, ismini. Kimni do'stini ismi ko'proq bo'lsa, misol uchun kimning ismi ko'proq chiqsa, короче, shunga shu bilan birga Minecraft o'ynaymiz. Albatta kompyuterda, bo'lmasa kompyuter yo'q bo'lsa, telefonda o'ynashimiz ham mumkin. Mayli. Ko'ramiz. Qani do'stim, ketdik. Rahmat sizlarga, politsiyachilar. Xo'p, bu yerni o'rganib chiqamizda, sizlarga xabar beramiz. Raqamingni bilamiz, Javohir, bo'pti. Xo'p, rahmat. Qani do'stim, nima bo'ldi, aytib berchi. Короче, uxlayotgandim. Sizga pochta keldi deyishdi. Men hayron qoldim. Keyin lekin men nega hayron qoldim deb so'ramaysanmi? Nega hayron qolding? Shuda, nima?
Men eshitma buyurtma bermagandim. Pizza keldi deb McDonald's kiyimini kiyib olgandi. Shunday qilib, короче, o'g'irlab ketdi-da, qopcha solib. Bitta urib uxlatdi. Keyin tursam boyagi joyda ekanman. Okey. Lekin eng yaqin do'stim bo'lganing uchun seni qutqardim-da, do'stim. Baribir do'stimsan-da sen. Baribir bilinadi. Merni yoniga kirmaysanmi? Yo'q, shu yerda. O'zingchiniga. Xo'p, mayli. Bo'pti, do'stim. Bo'pti, xayr. Okey, mana kunimiz ham shu bilan tugadi. Hozir bir nima aytib o'raydi do'stimga. Kerak bo'lsam uyda, uzr. Xo'p. Aytgancha kerak bo'lsam uyda bo'laman, uxlamayman, uyni taqlat, zvonokni bos. Xo'p. Огородlaring qilib qo'y. Bugun oylik berish kerak. Xo'p, oylik, xo'p. Go. Bo'pti. Voy, bugungi kunim ajoyib o'tdi-da. Endi fakellam surib qo'yish kerak. Tak, okey. Mana shunday gaplar bo'ldi. Pistoletni bu yerga solib qo'ysam bo'larmikan? Yo'q, hech qayerga solib bo'lmaydi. Xo'p, buni Ozmirga berib kelamiz. Yo'q, politsiyaga berib kelish kerak buni. Hozir do'stimga aytaychi. Voy do'stim, bu nima senikimidi? Короче, bu mana bu. Ha, do'stingni qutqar deb yozib ketgandi. Okey, unda ketdik, berib kelamiz. Xo'p. Yo'q, hayronmanda qanday u lo'q bo'lganiga biladi, so'g'in uradigan joyga keldi. Ana shu yetelam senga o'xshab turibdi. Bu nima qishloqda yashamoqchi? Sen yangimisan? Bilmadim. Men oldin yashab ketgandim bu yerda. Yashab ketgan deyapti. Mayli. Voy, Steve. Subway Surfers o'ynamaysanmi? O'ynayman. F5 ni bos. Hop. Nima qilay? Orqadan ko'ryapman o'zimni. Hop, shuni yugur. Daraxtlarga tegma. Bo'ldi. Subway Surfers. Oy, politsiyachilar. Javohir, xizmatdamiz, qo'lingdagi o'zim topib ko'raychi. Tak, ana xat yozib ketgan bo'lsa kerak, menga beraver. Xo'p. Mana serjant. Bo'pti, biz ketdik. O'zi do'stim qani? Biz bilmaymiz. Voy, yana yo'q. Steve. Shu yerdaman. Nima qilib tursan bu yerda? O'tolmayapsanmi? Unda yutqazding-da. Dan boshqasini bilasanmi? Uzr, halim gap qopti. Xo'p. Tak, men uyimda yashab turishni xohlamaysanmi? Yo'q, bilmadim. Uyingdagi revolver kimniki? O'zimniki, sotib olganman benamakidan. Go, unda uyingga kir. Kir. Shu yerda turaveraman, biroz shamolda. Unda, xo'p. Bo'pti. Tak, endi bu makni qayerga tiqib qo'ysam bo'ladi? Xo'p, bu yerga tiqib qo'yamiz. Mayli. O'zi detektiv bo'lib ketgan do'stlar, hammaga xayrli tong, xayrli obed. Короче, men uxlashga yotdim, charchadim do'stlar. Bu video 28-noyabr 2025-yil 28-noyabr sanasida olinyapti. Bu video kechroq chiqishi mumkin, chunki meni vaqtim bo'lmasligi mumkin.
Bundan oldin ham bir video olgandim, короче, serial u 26-noyabr kuni olingandi. Xo'p, hammaga короче, bilma, hammaga xayr, sizlar bilan men Javohir bo'ldim. 100 ta obunachi bo'lsak, 100 bilan stream qilamiz do'stlar. Go, qani boshladik.